emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki arshda. Avliyo emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki arshda. Körstü kuyunla yetim çangini, birovlar qilsa bizni surishda. Körstü kuyunla yetim çangini, birovlar qilsa bizni surishda. Birader soraklarını günüp alman biz Boran köyüge. Peygamber qaytidin dunyoga keler, Kümülsek tarımның erkek süyüge. Peygamber kaydını dünyaya giler, Kümülsek tarımның erkek süyüge. Erkek su, tarımның suyu. Erkek su, tarımның suyu. Erkek su, tarımның suyu. Erkek su, yurtumның suyu. Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men bugungi Talas To'g'ri taqidishining bugungi programmamizning riyosatchisi Dilyar Musabay. Hammanglarning Talas To'g'riga kelganlarni, ekranimizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun programmamizda Shvetsiyada turishliq yosh tadqiqotchilarimizdan xalqaro munosabatlar sohasida izlanib kelayotgan yosh tadqiqotchimiz Nijat Turg'un apandim bilan Xitoy, Rossiya va Yevropa munosabatlari haqida bo'ladigan programmamiz o'zingizlarda bo'ladi. Assalomu alaykum Nijat Turg'un apandim, programmamizga xush keldingiz. Alaykum assalom, xush bulduk. Sizga va Talas To'g'riga meni bu programmaga taklif qilganingiz uchun rahmatimni bildiraman. Sizga mo ko'p rahmat aytaman. Bugün programımız qatnaşqanligingizga. Shuning uchun bugun hamda xalqaro munosabatlar to'g'risida bo'lg'ashqa bekmo savol javob shaklida
Başqa sohalar to'g'risidagidek bo'lgandek bo'lmasligi mumkin, chunki men biraz fikr bayon qilib ikimiz biraz soha to'g'risida fikrlarni o'rtoqlashishimiz mumkin. Shunga vaqtimizni ching tutish uchun men oldi bilan temaga udullik kirish uchun sizdan biri biraz kutadigan bir narsam bor. Ya'ni Rossiya bir qancha yilning oldida nimaga Ukrainaga hujum qildi, harbiy hujum qildi. Endi bu hujumni nurg'un odamlar har xil temalarda tushuntirdi. Bu ma sababdan qildi deydi, ba'zilar bu sababdan qildi deydi. Endi xalqaro munosabatlarda ancha-muncha bir narsa ko'rdigan hammalarning kallasida bir o'zining bir qarashi bor endi buningga. Shunga endi men sizga bir dastlabki qismini, programmaning bir dastlabki qismini sizga ayirsak, siz shu Rossiya, Xitoy, Ukraina, Rossiya urushi to'g'risida bir xalqaro munosabatlar sohasining bir nazariyasiga asoslanib turib, bu urushni tushundira oladigan bir nazariya bor deb qaramsiz. Agar shunda bo'lsa, bir nazariya asosida Ukraina, Rossiya o'rtasidagi urushni bizga ma nazariya orqali manda tushuna olamiz degan shaklda bir ko'z tutsangiz, ya'ni xalqaro munosabatlarda masalalar qanday analiz qilindi, buningda biraz ko'rurmanlarimiz buni bir ko'rgan bo'lsa. Merhaba. Elbette bu nurg'un odamlar xalqaro munosabatlarga o'xshamagan iqimla o'xshamagan tushundirdi bu bo'layotgan urushni, Rossiyaning tajovuz qilib kirishini. Ammo eng realistikka yaqin reallikka yaqin o'g'ini ham ahvolni to'liq ikki tarafninki bu urushga qilayotganligining asosiy sabablarini eng reallikka yaqinroq tushunolmaydiganimizni bu geopolitik nuqtadan tushunsak yaxshi bo'ldi deb qarayman. Bo'libmi bu Heartland nazariyasi deb bu angliyalik jug'rofiyachi Makinder'ninki bir tushundirgan o'tirib qo'ygan bir nazariyasi bor. Ya'ni dunyoninki qalb zimini deydigan, ya'ni Heartland deb uyg'urcha balkim to'g'ri bo'lishi mumkin, bo'lmasa mumkin. Markaziy tuproq desak ham bo'ldi, yo'qmisa. Ashni asos qilgan holatda dunyoning Yevrosiyo bölgesini dunyoninki asosiy merkez zemini biyeninki kim biyeni kontrol kılsa dünya aranını kontrol kıldı. Dünya aranını kontrol kılsa bu dünya hükümran buldu değil olmuşlar ben emin oturup koygan değil. Aldan katıldığım mesela Nuruddin Şikan Bey bilen Şikan koyduğunda coğrafya takdirini belgileydi. Bir tema var diye. Müşan kulaklarını kısa bir slide var diye bir köşesiniz nimeden. Mesela bu birinci şu slaytdaki 13 tane imparatorluk var. Bunların hepsi şu şərq taraftan kelip Yevrosiya bölgesiga hükümran bo'lgan dunyoga hakimdar bo'lgan imparatorluklar, padişahlıklar mesela. Bu 10 imperiyasından tartib en ahirkisi Sovet İttifaqıga bo'lgan o'sha Yevrosiya bölgesini, yani Makinder o'tirib qo'ygan merkezi tuproq, yani ana tuproq deydigan Muşu bölgenin kontrol kılışarlığı dünyanın siyasetiga belgiligichi bir hükümranlık rolunu oynab kelgan. Bunu körüp alalaymiz. Endi xaritani açsak bunun da ikinci slaytda texim yaxshi belki göstereyimiz deb o'ylayman. Av qizil turgan xaritani ko'rsanglar, bu Makinderning o'tirib qo'ygan umumiy asaninki ana tuproq, yani dunyoning en mühim bo'lgan tuproqi, bu yerdeki bu yerning energiya manbasi, bu yerdeki mudofaa, harbiy xarakterda mudofaa qilish, yani shimolda tortib shimol Muz okeanigacha ostiga kelsak, bizning Sharq Turkistonni, O'rta Osiyoni o'z ichiga olgan holatda Himalaya tog'larigacha boradi buningki. Ma tarafi Xitoyning ustidagi Mo'g'ulistonni o'z ichiga olib, o taraf g'arb tarafi bo'lsa nimaga boradi? O'rta Şərqi Avropa tərəfçi barada bu məsələ. Bu yandan izchil yakınki 2000 yıl etrafında izchil dünya hakimleri olan güçler, imparatorluklar Muşu rayonuna kelip izchil g'arbga tahdid qilib keldik. Rossiya mı bu Sovet İttifaqıdan qolgan parchalangandan keyin shakllangan Rus ulusuna asos qilgan bir davlat ulus bilan 17 davlatga bo'lingan uşaq, yani boshqa davlatlar. Ukrayna hem de şu tuproqning ichidagi muhim geostrategik ahamiyatga ega bo'lgan
muhim bir devlet. Bir yerde elbette enerji menbesi olsun, denizge içiliş noktası olsun, Rusya'nınki bir xatarlik üstün olsun, Ukrayna'nın ait muhim. Hem de bununla karata NATO'nunki izchil şekilde Şarkı Avrupa'daki devletlerin özünün azas kılıp koşuverişi ve Ukrayna'nı hem Avrupa İttifakı'na hem NATO'ga azas kılıp alımız degan bu tirishchanlik bilan Rossiyaniki xavfsizlik signalini yandırdı yani. Yani özünün tuprağını bunlar çoğun devletler öz tuprağının çigrasından emas, belki qo'shni devletdagi ahvollardan tatib özünü qo'g'dab kelgan bo'lg'achqa Ukrayna'nın NATO'ga kirishi deganlik bevosita NATO bilan Rossiya bevosita chegaralanadigan bir holatga kelib qoldi degandim bor. Chunki NATO'ning yaratilishininki o'zi bu yerda yaratilishining o'zi ayni vaqtdagi Sovet ittifoqiga qarshi Sovet ittifoqi boshchiligidagi Sharq paketiga qarshi qurilgan bir harbiy qurilma bo'lg'achqa bu NATO'ning Rossiyaga bevosita qo'shni bo'lishi Rossiya bexatarlik uchun cho'ng bir tahdidni paydo qildi. Rossiyadek ve bunda bir çoğun imperial çoğun devlet bu bevosita NATO bilan qo'shni bo'lishi u yerdagi Ukraynani yani bu ana tuproqninki eng muhim organi bo'lgan Sharqiy Yevropa tuprog'ini Sharqiy Yevropadagi Ukraynani bevosita o'tkazib berishi bu Rossiya uchun cho'ng bir xavfsizlik tahdidi ve energiya jihatdan bu nurg'ulg'an cho'ng mag'lubiyat bo'ldi. Uning ustiga dengizga ya'ni Qora dengizga ichilish sababdan bu Rossiya uchun cho'ng mag'lubiyat tahdidini shakllantirdi. Shuning uchun Rossiya bu yerga aldı bilen 2014'te Kırım'ni, onun dikin 2022'de NATO'nun tehdidi küçeygendiği için Şarkı yetkiliş tirişçalığı bu Ukrayna'ya besip girdi ve uruş bugünkü kadar şikerim tıldım devam kılıvadı. Yani bu yerda men bir aniq qilib o'tay. Yani Rossiyaning Ukraynaga besib kirishining sababi NATO'nun Sharqiy kengashi, yani Ukraynani NATO'ga alimiz deganligi uchun Rossiya NATO bilan bevosita qo'shni bo'lsa tahdid bo'lganligini his qilganligi uchun hujum qildi. To'g'ri. Tamam. To'g'ri. Undaq bo'lsa bu baraka slaydda bu xarit to'g'riliq tushuntirgan narsa bormi yoki xatlarning davomimi? Xatlarning davomi bir yerdeki şu Sovet ittifoqi davridagi birisiga qarsak bugün Xitoyninki nemisini ko'ralaymiz masalan bir yo'l bir bag'al 6 liniyalik Xitoydan Beijingdan tatib nimidan tatib Xitoy tuprog'idan tatib Sharq Turkiston kesib o'tgan va 6 yo'nalishli quruqliq andan keyin dengiz yo'llari orqali Afrika shimoldan o'tkazib Şimalımız okyandan tatib bunda ekilib bütün bu Yevroasiya quruqliqini yani eng markaziy quruqliqni ticari, iqtisodiy jihatdan o'ziga bog'lash va bu orqali dunyoning eng cho'ng bir kuchi bo'lishining planini ko'ralaymiz bu yerda. Agarda Xitoy bu planni vujudga chiqara olsa bu endi dunyoga hokimdor bo'ladigan bir kuch bo'lganligi hammamizga aniq bo'lib ketdi buni yillardan buyon. Siz mi çıksınız bu doğrusuda? Ama bu yerdeki Ahmet'e dikkat kılışka arziyilgan nokta bu ana toprak yani Orta Asya'nın asas kılgan Euro Asya bölgesi bugünkü Kavkaz rayını asas kılgan onun koşulgan aletki Şarkı Avrupa'nın asas kılgan bu rayon naiti muhim rol oynayın. Kandak bir imperiya abaytan birinci resimli göstergenimizde 13 tane imperiya Muşu Şərqdən kelgan alətdə Evrasiya bölgesini kontrol qılğandan keyin Muşu imperiyalarının hazır rəsmini görgənimizdək həmisi digərək Şərqdən kelib Qərbə, yəni bugünkü Avropa tuprağına təhdid şəkilləndirildik və dünyanın hakimdar gücü buluq bu imperatorluqların ki həmisi. Bugün Xitayın kim xoş. Yəni müşəbbəkəsə, yəni məyədə 13 imperiya digəndə birincisi Oğullar Türkler, Hazarlar, anadaki Araplar, Selçuklar, Mongollar, Timurlar, Osmanlılar, Sefevitler, Ruslar degandek. Yani hazır sizin muşu tarihteki muşu imperiyalarning qığınıdek muşu Xitoyning hazırki bir belvaq bir yol siyasetining, bir belvaq bir yol planının quruqligi bir belvaq yanıla şu makinelerin xatlan nemisiga yanılı tushidi.
demeksiniz yani. Şu nazariye. Elbette Xitoy biraz bunu qarasak bu xaritadagi kengayimizda Xitoy buni Makinderning nazariyasiga, ana quruqlik nimasiga bunun üstüge ikki tane nersini koyuyoruz mesela. Biz Evrasiyanın quruqluqni egallashda 6 tane poyez yolunu görürüz. Onunla başka aslında köksüzlük bilen sızılgan rayonlar var. Bunu Amerikalık yeni bir political science siyasi nazariyeci oturuq Spikeman dep bir adam var. O oturuq koyganda şu ana tupraqның sırtidagi dengizga ichilgan bir tupraqlar var. Şu O'rta Sharq bolsun, Xitoy dengizi olsun, bugünkü Hind Tinch okeani olsun, bu rayonlardagi köksüzlük bilen sızılgan dengizga ichila oladigan tupraqlar orqali ana tupraqni qo'g'dashlaydigan bu ikkinchi nazariyani Ashmakinderning ustiga qo'pirib qo'ygan bu odamcha. Ondan keyin uchinchi narsa Xitoyning Shimoliy Muz okeanidan o'tkazgan bir qizil liniyani ko'ralaymiz Rossiyadan aylanib. Yani bu deniz nimasi bilan kengaygan bir xaritani ko'ramiz. Buningda Xitoyning Amerikalik deniz askeri generali bo'lgan Mahanninki deniz quvvatlik, yani imperial kuchlarninki deniz yo'li taraqqiy qilgandan keyin imperial bir çoğun imperial güçlüğümüz değil ki güçlük bir deniz armiyasının buluşu ve denizga hakim buluşunun nazariyesini koydu ve bunun asasen Amerika özünün iki tarafındaki okeanda her daim kalsak aşağıda tesir gücü iyi bulup turuşunu koydu. Mesela Amerika'nın Avrupa olan tesirin öztürk güçlü tutuşu ve bugün günde Şarkı Asya ve Şarkı Cənubi Asya'da öztürk güçlü tutuşu ve Amerika'nın demisini köreydi. Xitay mı? Muşu üç nazariyeni birbirinin üstüge kurgan alette Şərqdən tatib qəribkiçə kengiş, bir yerdə ticaret ve iqtisad, onunla başka bununla erişkiləğən siyasi ve diplomatik ve askeri üstünlüklərinin həmisiga erişməkçi bir yerdə. Tabii ki bu erişkende bu yerde dünyanın bugünkü siyasi temponluğunda bir özgürlükler buluşu tabii ki görünüp duruyordu. Hem de bu daqı resimde meyada o yer şarvi isişinin təsirdə şimaldan içildiğən yeni deniz yolu xəritəsini beribsiz. Bu mu hem de Xitayning Amerikanın o çemberlerden çıkış üçün bu mu yani bir hayatlıq yolu olub qayılıvatıdı şimaldaki kök qiyniqsızaq. Doğru. Bu hem de Xitay üçün bir xatlarının şimaldan aylanğan yani bir fürsət hem de. Çünkü bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki qalbi qurğucu devletleri Amerika degende denizga hakim bulgan bir küçük imperial devlet buluş üçün aslındaki Şərq Cənubi Asiyadaki bu deniz yollarındaki bexatarlikni Amerika üstüge alğan boğaşqa Xitay bir yandan eğer özünün ticaret paraxotlarını manguzmen deydi ki çoxum Amerikanınki közüge qaraşlanmadı. Xalqan vaqtda toxtutuş ne qılıdı? Yani Xitay bir yerdə qarasaq iki tane kanalını qezdirilir. Birisi Pakistan'dan ötüp, yani birisi Tayland'dan ötken kanalını. Ama bu yeterlik emez. Yani havanın ısısıyla sildigende Japonya denizden ötüp, Rusya'nınki şimaldan ötüp, Arktik yani bugünkü gündeki şimalımız okyan denizden Avrupa'ya bir vasıta bağlanan yeni bir katnaş yolunu, ticaret yolunu açmaktır. Bunun nurgunluğun Xitay için, Rusya için etkildiğin paydaları var kemesi, yetkildiğin mallarının vaxtının qısqırışı, çıkımının az buluşu degəndək üçün. Onun üstü yeni bir нәрсе bu yerdeki şimalımız okeanda gayet zor miqdarda içilməgan təbii gaz ve neft maddesi var ki. Üçüncü нәрсе Xitay bir yerde mesela layıqlı kən köləmlik bir Rusya'nın əskeri əmkarlıqda kirişatıdı. Bu yerdeki bu əmkarlıq bivasitə Xitayның Amerika quruqluğu, Amerikanın mesela Alyaska ştatıga uzak mesafelik askeri nimelerini, zembereklerini itişka kolaylık bir şaraitini yaratırken hesaplaysak hem enerji cihetten hem ticari cihetten hem askeri cihetten bu Xitayga bir üstünlük kazandırılan bir yol oldu diken bu. Yani hazırki bu bir belvaq bir yol anadikin Arktik'ten yeni bir şimaldan yeni bir yay dep bunun bir belvaq bir yol bir yay desek hakikaten dünya iqtisadi zinciriden Amerika'nı İngilizce irrelevant deydi yani Amerika'nın münasebetsizlam qilib etalaydi eğer bu strateji əməliləşsə. Şunu bunu yani Xatland nimesi bilen düşündürdünüz. Ona köp rahmet. Endi biraz suallara ötsek menimce Hoş. Endi bu nimi bilen bu Rusya bilen
Ukraynani o'ziga NATO a'zo qilib oladiganligini tahdid qilib hujum qildi dedingiz. Buningga birinchisi biraz askeriy narsadan birini so'ray. Ya'ni bu Rossiya avval hujum qildi, undan keyin bu oxirsida Ukraina va yaqinda Rossiya territoriyasining ichiga hujum qilib kirib, Kursk degan shaharga kontrol qildi. Endi bunun da sizden qarashingiz, ya'ni bir kuzatuvchi bo'lish suhbatingiz bilan bu urushning, ya'ni Kurskdagi bu Ukraina kirgandan keyin urushning ahvoli qanday o'zgardi deb qaraysiz? Aldığından bir Kursk'ninki bir ehmiyeti var. Bir toprak Rusya üçün aslında bir yadro kuralları işlep çıkardığı bir baza. Onun ise Rusya izcil bu Kursk'taki neft, tabii gaz kanalları bilen Ukrayna'ya bugünkü kadar bu Avrupa'daki bazı devletlerge gazını açla satılıkça ve Ukrayna'ya yıllık $2 milyar tölegdik ki. Ukrayna'la Rusya iki bölgeni kontrol kılıp besip turvat kaçkaç kerim yıldan bir yan. Bu yak hücum kılıç arkalık birge Rusya askerlerinin ki özgü küçüytüvatkan harbiy operasyonlarını acizletiş ve dikkatini bıraş anandikin bolsa Ukrayna tuprağındaki Rus askerlerini yetkilişki mecbur kılımız bu arakalık bizninki karşı turuşumuz güçlendiriyor deydiğen bunda ideya bilen kılalıktı. Rusya mı endi bu yerde neymiş için tatkızıp koyduğu için daha bir güçlük çoğun devlet deydiğen bir sual çıkıdı için. Elbette Rusya müdafiada bunu oylamagan buluşu mümkün. Ama Rusya karşı tomedi bir yerde besip kirgende kalsak izcil çekinişki başladı için Rusya. Desepte beri bitti bu toprakni kiyin hücumga öttü. Yani Rusya toprağınınki en çoğun alaylıkınınki birisi Rusya toprağına aiti kengri ve hem uzun hem kengri. Bununla kandak bir imperial devlet hücum kılıp kirgende mesela Çingiz Han olsun, Napolyon olsun, Hitler olsun hemisi Rusya'nınki bu kengri toprağında besip naiti tez gereklilik ahır vaganda bu askerninki ilgilenişilen askerninki teminatını bunu taşıdığın lojistik nesneler var. Bu yetişemeydi. Onun üstü Rusya'nın bu toprağınınki katnaş muaseselerininki yaxşı mağalışta bir mesele var mesela. Çünkü bu Garbi Avrupa'daki mesela tez taraflı nem kılmaklık aynı devirdik gidi. Şunu mesela Hitler'in ait tez ilgilgen Germaniya armiyası Rusya'ya gelgende pitkıdığılık bir yani. İlgiliş bulağılık hem uzarap kitegilik düşman bu Germaniya armiyasının küçük horağılık. Mesela Ukrayna mı bunu bilgeçki bek aldığı ilgiliyemi aşağını saklagan alette kelgisi de bir oruçluk tutuş nimesi bop kalsa kelişimi bunu karşı işiltimiz gen alette bistruotudu ama Rusya'da bir küçük armiyası var devlet karta bunu Ukrayna armiyası uzun alanmaslığı mümkün. Tuturamazlığı mümkün. Yani Rusya bunu belip belki de karayımam bunun için. Tamam. Düşmanlık gücünü korutuş. Tamam. O dininizdeki o Hitler mi, Napolyon mu emisi kirgan vaqtida kirib chiqqan vaqti ichini ish qo'ldir aslam Rossiyaga. Bu fikringizga men qo'shilaman. Undan keyin bu nimada askariy jihatdan chiqsak hozirgi nimada mesela Biden bu Rossiyaning Ukraynaga hujum qilishida shu vaqtida urush bo'lmamdi deganda Biden nayt miki gaplarni qilib endi Ruslarning bu yerga kirishini maqsad qilsa to'simidi va yeşilchiroq yiqib berdi. Undan bu Ruslar kirgandan keyin hozirgi ahvolda hamda Bidenning toza ichidan chaq ketishga boshlagan NATO'ni birlashtirganini ko'rdik. Bu shu Rossiya tahdidi orqali. Hamda hozircha u davrda unda bo'lgan bo'lsa, hozircha biz askariy jihatdan o'ylamasdan geostrategik nuqtada o'ylagan vaqtimizda qaysi taraf ustunlikka erishdi hozirgi ahvolda? Bence bugün Rusya bu urushda qazandı deb o'ylayman. Chunki Rossiyani bilan urushga kirish orqali xo'ratmoqchi edi iqtisodini. Bugungi G'arb dunyosiniki Rossiyaga berayotgan jazo yo'nalishini, iqtisodiy jazolarini ko'ryapmiz, ammo Rossiyaning iqtisodiga qarasak, aksincha üsüvatı mesela terakkiyat. Çünkü Rusya urush davridagi askeri sanoat iqtisodiy sistemasiga kirib oldi ve bunun da Avrupa mesela tayyorliksiz bu narsaga. Agar urush sharqqa kengayib qilib, Sharqiy Avropaga, O'rta Avropaga kengaysa, Avropaning ishi chatoq. Ya ben magipingizga men oqsoqollik qilaman.
Ya Xo'sh. manası nurgun adam sal qaraydigan narsa. Yani ya Rusiyanın urush davridagi iqtisodiy holiga kirib bo'ldi degan nuqta bu bir muhim nuqta. Ya'ni iqtisod dunyoning ikki xil ko'rurmanlarga bir ozroq tushuntirib o'taymi yerni. Normalda dunyoning ikki xil holi bo'ldi, ikki xil modi. Birisi tinchlik yillari, birisi urush yillari. Tinchlik yillarida bir xil iqtisod bo'ladi, urush yillarida urush iqtisodiga o'tiladi. Shuning uchun hozir Rossiyaning garchi iqtisod chekindi yoki qandaq deganlar eng muhim narsa urush iqtisodiga kirish. Ya'ni hem urushib turib, hem iqtisodni davomlashtirish bu davlatning haqiqiy kuchini ko'rsatadigan narsa. Buni haqiqiy immunit kuchini ko'rsatadigan narsa. Bazg'anni urdiga vaqti. Shuning uchun nurg'un davlatlar ko'rinishda kuchlilik turgan bilan urush iqtisodiga o'tish jarayoni vaqt olishi mumkin, g'albilik kiramasligi mumkin. Nurg'un davlatlar shu o'tish jarayonida mag'lub bo'lishi mumkin urush iqtisodiga. Ya'ni bu cho'ng masala. Shuning uchun hozir Nijat turgan bayning degini Rossiya urush iqtisodiga o'tib bo'ldi degan gap. 3 dunyo urushi chiqsa-mu Rossiya iqtisodini shunga akab bo'ldi, tanshab bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu intay muhim nuqta ko'rman qarindoshlar, buni bir izohlab o'tay dedim. Xo'sh, agar davom etsa. Sen Rossiyaniki yeni bir alaylıki, sen öz-özünü bu açlık bilan ta'minat qila oladigan eng cho'ng dunyolik açlık eksport qilgan davlatniki birisi. Sen anan keşkensi energiya manbasini aytdim ol, öz-özünü xamdab kitib ishim taqilgan davlatdim. Ama Avrupa'daki nurg'un davlatlar, mesela O'rta Sharqdagi davlatlar Rossiyaniki açlığı mecbur. G'arb Yevropada ko'rdik mesela energiyani birga keskendi, uzoq qiyinchilikda o'ylarda insonlar ko'chiq chekilib ketdi mesela. Chun bugungi kunda g'arb yordam qilamiz deyotdi, ammo g'arbnikida o'rtaq bo'lmagan bir chechilang'uliqni ko'ryapmiz. Zaten Yevropa ittifoqi bir jismdek, ama 27 tane kallası var, bir siyasi bir organ bo'lg'achqa 27 kallaning 27 tane menfaati olur demişsinki, devlet menfaati, ulusal menfaati. Buna bo'lgan lekin bir o'rtaq nimani topmoq tez. Chunki Rossiya bilan qisman davlatlarning munosabatlari yaxshi, ulardan tepishadigan va Ukrainani qo'llaydigan bir hech qanday bir nimasi yo'q. Menfaati yo'q, menfaati keladigan ish yo'q. Buna bo'lgan lekin Yevropa ittifoqida yordamlar kelyapti, ama parcha kelyapti. Hatta Amerikadan kelayotgan yordamlarmi kichikib keldi bir. Andan keyin kelayotgan yordamlarmi parcha. Bundan ko'rib olgan bir nuqta var. Ya'ni yordamni qilayotgan davlatlarda o'rtaq bir birliklik yo'q. Ya'ni hammasi o'zininki Ukraina askarlarininki Rossiyani qo'ritish uchun o'lib qolmagan darajada bir beryapti. Yani parchadan berib bularni hayot qoldiryapgandek. Ama bu narsa qachongacha nimga aparalaydi, uzun mezgillik sijil davom qila oladi deganda bu test bo'lishi mumkin. Chunki Yevropaning o'zining ichida nurg'un davlatlarniki iqtisodiy chekinish, energiya manbasida qiyinchilik, uning ustidan Xitoy bilan qo'shilib bu yerdagi tijoriy yirikchiligida hatto Amerika bilan bo'ldi. Nurg'un qiyinchiliklar ko'ryapti. Bu uzun davomli test bo'lishi mumkin. Hatto Amerikaning saylami bunga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Trumpning degan narsalarda bu yerga urushni yordamni to'xtatishi mumkin mesela. U chog'da Yevropa yolg'iz bu Ukraina askarlarini qamdab qolmaydigan bir narsa bo'ldi. Mishaga munosabatlik. Ya'ni Trump dedingiz, Trump chiqsa mening qarashim shu, ya'ni Trump chiqsa balki Ukrainani qo'shtirnoqni ichida setib o'tishi mumkin deb qarayman. Endi nimaga mushu yerdagi yana bir nuqta bu Rossiyani ojizligimiz ve özümüzge beqindi holatga akilimiz deb bu urushga so'rab kirgan bo'lsa Biden, buning kutilmagan natija shaklida o'zi o'ylamagan yerdan Xitoyga yaqin qilyaptimi yoki Xitoydan ayrilmaydigan shaklda Rossiyani Xitoyga beqindi holatga akab qo'ydi deb qaraydigan ba'zi analizchilar bor. Siz qanday qaraysiz bu nuqtaga? Men bu fikrga qo'shilaman, chunki ikkisiniki tijoriy so'mmasi 2022 bilan 2023'nin oxiridagi hisoblagan narsa qarasak, favqulodda darajada ishliq. Mayli qaysi tijorat olsun. Ana keyin yana bir nuqta, Rossiya satamayotgan energiyasini, G'arbning keskin energiyasini Xitoy bilan Hindistonga sotyapti. Bu Xitoyni ham Hindistonni kuchlantiryapti. Azan energiyani orqali hatto buni 3-qo'l orqali Yevropaga sotyotgan narsalar qimmatbahoda, masalan. Bu ziyon o'zlariga. Andan keyin ikkisiniki Xitoy bilan Rossiyaninki harbiy hamkorlik narsasidagi bu jihatdagi narsani kuchlantirib qo'ydi. Siyosiy jihatdan albatta bu kuchayishga boshlagandi. Ammo Rossiya uchun chataq bo'lgan narsa nima deganda ikkisining
Xitay ikisininki o'rtasidagi munosabatda burun biraz paralel odatda Xitoy nisbatan kuchli Rossiyani da mangan bo'lsa, endi Rossiya Xitoyga darajadan tashqari bir bekinib qolgan bir munosabat bor. Normallikdan eshib kelgan tamponsizlashgan bir munosabat bor. Ammo Rus bunga majbur, chunki sirtidagi xalqaro vaziyat bo'libmi Amerikaning boshidagi g'arb davlatlarining Rossiyaga tutgan bu muomalasi Xitoy bilan Rusni o'rtaq bir yerga kelib qo'yotdi. Bu Amerika xohlamaydigan narsa. Aslida Amerikaning shu realistik qarashlari Rossiya bilan bo'lgan munosabatni Xitoydan yaxshi tutishimiz kerak deb bu maslahatni bergan emaslar-ku. Ammo buni qilmadi. Thanks to Biden. Biden'a rahmet yani. Ben ona gümüş medal nisip oldum yani Amerika tarihinde George Bush'tan kalsa en berbat prezident. Rahmet nimizge cevabınızga. Ondakta budaki sual. Bundan keyinchi mesela Trump çıksa belki Rusya'nı özgü tartış üçün nimini Ukrayna'nın hatta setişi mümkün koştan ahmet. Ukrayna'da yüz örüşü mümkün. Ama Xitay bilen Rusya'nın bazılar deydi şu yani Xitay Rusya'ya asli tehdit deb qaraydi. Bulup mıcaq şərqdiki nüfusu az yerlərə. Hatta o yerə bir şəhər qurduğu Ruslar Xitay'a qarşı 900 min nüfus yetkəb gelip qırvatıdı. Şu Xitay bilen Rusya'nın axırsıda bir-birisiyle düşmənləşiş, axırsıda ne qilish ahvalı bilen Rusya'nın Xitay'a beqinib qilib, unda qarşılaşışdan vaz keçidigan ahvalı. İki ihtimallıqның qaysı 51%, qaysı 49%. Yani qaysı ihtimal çoğunraq deb qaraysız? Amerika bunun da elbette içki amillar var. Özlerinin devletdeki muqimlik, iqtisadi taraqqiyot gülünleştigen. Bu narsani nim qilmayt olsak, qaramayt olsak, tashqi dunyoninki Rossiyaga tutayotgan muomalasiga bog'liq deb qarayman men. Chunki qancha Rossiyaga hujum, buningga bo'lgan dushmanlikni qancha oshirgan sari Rossiya Xitoy bilan birga minishga majbur bu yerda. Ama bu yerda ikkisining munosabati Xitoy bilan Rossiyaga ikkilik munosabatda bir tamponsizlashayotgan narsa bor. Ham bu mayli Rossiyaniki olsun, mayli Xitoyniki olsun, bu siyosiy xalqaro munosabat analizchilari ikkilisi bir-birini davlatlik xavfsizlik algı deymizga tushunishi. İkilisi bir-birini en çok tehdit deydi özünki uzun mezgil içinde. Çünkü bunların gerçi tırnak içinde hal qilib bo'lgan bir chegara masalasi var ama Xitoy buni izchil urg'ulab kelyotdi. Bu tuproq bizninki edi. Biz bu tuproqni qaytirib elib kelishimiz kerak deb. Ham Xitoyninki bu nüfus yetkishi narsalarga qarasak, harakatlarga Rossiyada hozir bugungi kunda 600 ming Rus nimasi borki. Xitoy etnik bilan kelgan Rus fuqarosi. Kelgusidagi Rossiya prezidentida bular hal qilib rol o'ynaydi deb shuna qaraydi emasdan-ku. Ana kim bu yerga kirishi Yevropa tashlab ketgandan keyin Xitoy shirkatlarining bu yerga kirishi va monopolga erishishi Rossiya siyosatchilarining albatta norozi qo'zg'alib, ammo bu munosabat majbur. O'ttir mezgilda agar Yevropa yaxshilmay munosabatini izchil shu urush davom qilayotgan Yevropa dushmanligi davom qilgan holatda Rossiya Xitoy bilan minishga majbur bo'lishi mumkin. Ama Yevropa mesela Amerika Rusya bo'lgan munosabatni o'ngshab normallashtirishga kirishsa, ish bo'lmasa Amerika Xitoy o'rtasidagi raqiblik munosabati Rossiya aralashmasimi ko'zini qisilib bitirab o'rinda turib bu urushdan foyda olishga kirishi mumkin. Ya'ni Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan ya Xitoyga beqinib ketishi yoki kelgusida Xitoyni tahdid ko'rib uningga qarshi tadbirga o'tishi G'arbning bo'lib Amerikaning Rossiyaga qanday muomala tutishiga belgilaydi deysiz. To'g'ri. Tamam. Ya'ni realizm hikmetiki Trump'dek adamlarning va tadqiqotchilarning texnik kuchlanishiga duo qilayli yani bu noktada. Çünkü siz degandek bu realizm bilan bu liberalizmchilarning asasen mening qarshimda bu liberalizmchilarning bu globalization degan narsa bu arzu, heves, hamma narsa
soğuçuluş asasiyetin bir taraf buluvatı demde realizm kaytadan kaytıp geldi. Yani ulusal menfaat üçün bu qanchalik yer şarılışıp ketsek mi? Hamını uruş ihtimali nölden yukarı. Hamını buluş ihtimali var diğerlerini zanlı kılattı bu globallaştık. İktisatlar üzere işçi kirketti. Nim uruş deydi. Hatta yadro koral var, atom koralı var. Şunun için nim uruş deydi ama proxy uruşlar başlanıp bir yere minvatıdı. Şuna benim yana bir sualım. Eğer de hazır dünya iki tarafke bölünüş adresi var. Xitay bilan Rossiya bir taraf olsa, Amerika ve qo'shniroqlik demokratik dünya yana bir tarafda. Unda da sizce bu bölünüş tamamen bölünüp oldu mu? Yani tamamen devletler iki tarafga o'tib oldu mu yoki qarorni beğenmeyen devletler ayak o'tishdi, indiq bo'lmagan devletler bormi? Xo'sh. Bence bu bölünüş başında oldu bu. Sen 17'li Xitay'ın uzun stratejisi elan Amerika'nın Trump'ninki 12'ndeydi. Yeni Amerika'nınki xavfsizlik stratejisi oturtulsun. Bir qabat başlanıp olan bölünüş şu devletin başlanğan dedi. İki kutlu bölünüş. Bugünkünde Xitay'ınki şekillendirip atkan yeki var. Rusya'nın yeni İran, Matrep'tin Şimali Kore. Anadolu'daki cennetdeki mesela Afrika devletlerini yine gelişiyor. Anadolu'daki Orta Şerif'teki devletlerine gelişiyor. Hatta vakti gelse bir Türk'üm Latin Amerika'daki Amerika izcil bağlayıp gelip devletlerin yine alış mümkün. Yani Amerika nerede ezgen halk ve devletler olsa Xitay bunu yeni gelişi mümkün. Bunu Afrika'daki devletlerin yıkandikini bizim görüyoruz. Bugünkündeki Orta Şerif'teki İsrail'in kılıvatkan çok hatalıklarını görüyoruz. Xitay bu yerdeki Amerika'nın ötküzgen hata siyasetlerinde nahit yaxşı faydalanıp geliyordu. Ama bu bütünlüğü belgelenip ilaki taraftan çok ilaki talap olan devletler yok ilaki. Ondan devletler mi var? Sen Türkiye meydan elan kılmalı. Bir taraftan karşılaştık BRICS'i kirmenini altın kesekleri devletli kirmen de vardı. Bir taraftan karşılaştık Avrupa İttifakı'nın Turuluk ve NATO'nunki mühim azası. Eğer kırsı bir yerdeki tempo kadar bulundu mesela. Türkiye kayıtsız şekilde paylaşılması mümkün. Anadolu'daki mesela Endonezya degen devlet var. Bu mühim bir devletlerin birisi. Kelgüsündeki çok iktisadi güç buluşu mümkün. Bulanın mı? Xitay bilen münasibet yaxşı, ne bilen münasibet yaxşı mesela Vietnam var mesela. Xitay'dan ait yaxşı kılalık ama xavfsizlikte Amerika'dan kılık. Bular bambuk diplomasiyası da bir dersi. Çin oldu. Ama körümüzde bu devletlerinki kalışı akıllı bulunmuş devletlerine da devletler oturmuşları özgün aittir. Aynen kararlarlık görünüşlerini görerek. Evet, tamam. Sizin signalınızda biraz kesiliş buldu. Azırak sözlerde. Ama Türkiye tehi tallap olan mı dediniz? Kaç taraf tuturdu onu tehi bekitme dediniz. Bekitken devletler var dediniz. Hazır Endonezya doğrusu da mı toxtalız ya? Endonezya hakikaten en çok Müslüman nüfuskiga hatta Müslüman devletlerinin rehberi nimisi ornunu alalaydigan nesli devlet Saudi veya Türkiye mesela Endonezya'da şu potansiyel var. Endonezya'da çünkü onun coğrafyası dediğimizdeki ornu nurgun hem de coğrafyalik acizliklerim var elbette biraz Endonezya bizge yakın başka biraz onu kırıp koyayım. Bu Endonezya'nı dediğimizde hazır taraftarlığımı dedim. Avustralya'nın bexatarlik, xavfsizlik programlarında Endonezya'nın ait çok tehdit algısı var yani. Çünkü biz ne dünyanın Avustralya'nın dünyanın denizin kesip etadigan devlet coğrafya nüfus etganda Endonezya hemdi. Yani şu potansiyelini cari kılıp şu yeterli de ayrı mesele. Onda da hazır Orta Şerq meselesini dediniz. Biraz uyagım kireyli ma bu bugün Rusya ile Xitay'ın asası tutaylı degen tok. Ahirki 20 minutlik vaktimiz kaldı. Bu vakitte biraz Orta Şerq'ni hazır siz mi açtınız? Çünkü İsrail'e bugünkü münasebetimiz, bugünkü temimizge münasebetli kaldı. Rusya'nın harbiy basısını urdi. Hem de siz Xitay, Rusya, Avrupa'ya koşup hem de Xitay, Rusya
İsrailiye münasebetlerinde bu yani bu neymiş oldu bu Rusya'nın bazısını uruşu bilen hem de yani Amerika'da bu senin düşmanlarınga men manda qilman deb bu texmi Ruslarsa ayak tutursa da atamdı ya ki İran'ın atkan bombalarını Rusya'nın kolu var deb qarashqı bir qitimliq intiqam olishmu ve bu O'rta Sharqda Rusya'nın aerodromunu urush nima ma'noga keldi yani bunu qanday tushunamiz? Bu Rusya zaten bu Arap Baharı'nın kinki bir O'rta Sharqda bo'lgan bu urushlarda izchil pardaqsda o'ynab kelayotgan hatta askeri bazıları armiyaları O'rta Sharqda joylashib bo'lgan bir davlatning birisi. Bugun Suriyada kuchli nemis zobati askeri bazıları askerleri uchun bir yerde Amerika bu O'rta Sharqda bo'lgan muhim belgiga askerlarni chekindirish bilan askeri üstünlük erişilikti. Ama bu urushdan parçası Amerika gözündeki ayamatlarını paraktırına geldi. Hata olsun mu gerçi İsrail'in kollamadıdı. Yani Amerika'nın berbat kılgan ve ilan kılgan bir siyaset girdi. Yani bir yerde Rusya'nın aydromunun uruşunu ben köygenliğinde terfatçılar logistik İran'a batıran koralları kimkin kesimizde kıldı diyen ben söyledim mi? Şunun yakınlık görmemdi. Ama bunun Rusya'nın kandaşı bildirdi. Bu nesige karşı bulundu. Rusya kandaşı bildirdi. Ha bo'ldi. Ovozingizz endi yaxshi bo'ldi. Biroz kesilish bo'ldi. Signal biroz qizilib qoldi mening ko'nglimda. Tamam, yani endi buningdagi Rossiyaning inkasının qanday bo'lganligi dedingiz. Uningdimi tamam. Endi zaten bu O'rta Sharqqa hozir biz Rossiya Xitoyda bu masalani temini ochgan bilan bu O'rta Sharqdagi bu o'zgarishlar, chaqirg'u, portlashlar u bo'la olib, xalqimiz buningga nihoyat qiziqdi hamdi. Bu yerga ham da oxirgi vaqtimizda ozroq kirib o'taylik, chunki xalqimiz shu temaga qiziqdi. Yani ama qanday qaraysiz? Yani İran meselesi Amerikani bu İsrailga tutib kelib İran'a ursa, İranni buzishga urib kirsa deylik hamdi. İsrailning eng yaxshi F-35'larining o İran'a berib, uni bombardiman qilib qaytib kelishga range deydimi, musafisi yetmaydi hamda İran'da urushga. Yani uni ursa Amerika uradi yani İran'da. Hozir endi urushning ikki xil yo'li bor, ya havodan urgan yetmaydi. Quruqlikdan kirish kerak. Livanga hamda quruqlikdan kirimizda butunji İsrailning talafotlar boshlandi. Şu bu İran meselesi şu. İran bilen yani bu Rusya, Xitay, İran hazırki bu İsrail'in bu nimini Amerika'nı İran'a bir Avrupa bunu diyen şekilde bu uruşku mecburlaş için hem işini kılıvatıdı. Bu noktada sizden deydiğin karıştırınız. İran devleti bir özgüçlükle ilgili bir devlet. Gerçi özgü toprakı etrafı Müslüman devletlerden boğan bozmu. Ama bununki tesiri etraftaki devletlerge, köpünç devletlerge İran'ın kollaydığı bir cemaat, bir askeri gruplar bağlı mesela. Bu İran'ın tesiri yalnız İran toprakıdır emez. İran orada diyen gibi bugün nemini körüvatır mesela. Libya'da, Liban'ında mesela uruş kılıvatıdır mesela. Çünkü İran'ın akıllı perdaksı İran oynağılır. Hizbullah'ın enemini mi körüvatırız mesela. Filistin'de bu oynağılkını körüvatırız mesela. Yemen'deki nimilerini mi körüvatırız mesela. Çünkü Amerika'nın, Anglia'nın Huti'lerini mi körüvatırız. İran'ın gücünü fakat İran tuturuku demez. Bir rayonluk bir gücünü nezerden sakıt kılması gerek. Eğer İsrail'e resmi askeri kirgizip bununla uruşka neyim kalsa o fakatlı bir toprak demez. Nurgu yerlerde bir uruşka kirgizip mümkün. İsrail'deki askeri nemisi adam sani çeklik olan ama terakkiyat nemisi yok teknoloji olan devlet aldırıp kılması mümkün. Çünkü bu ikisininki mevcutluğu bu ikisininki düşmanlığı etrafı özlerinin ittifakdaşlarına ya etraftaki devletlerge özlerinin birbirini çakalaydıqanlıqqa asas oladigan devlet. Mesela İran'daydı neç gün ben 2 gün umuyan devatıdı. Biz bütün İslam dünyasına vakaleten nimelerle uruş kılıvatımız değil İsrail'e.
Hatta Afganistan'da mı nimaga chaqiribdi bizdan kelib, biz birimizni birga urush qilinglar deb. Amaliyotda buning haqiqiy islomiy musulmonlarniki vakil xarakterimi desa, yo'q. Bularning dardi o'zining diniy qarshiligi mazhabimizni taqitish qo'ydi bizning ta'sir kuchini taqit. İsrailiya bu İran'ı bana qilish orqali o'ziniki Amerika'dan g'arb dunyosidan oladigan yordamlarni o'ziniki mavjudiyatini, o'ziniki xavfsizlik siyosatini izchil tik tutib kelgulik. Bu ikkalisi bir-birininki dushmanligi, bir-biriga ehtiyoji bor. Hamda Amerika buningga o'zi bevosita kirgan chog'da Amerikaninki imperial kuchininki cho'kishi deb desak bo'ladi. Chunki degandek Amerika zaten Afganistan'da 20 yıl kaldı. Irak'ta kaldı uzun yıl. Hem İran'a gelirse bu çıkamaydıgan alette bir kiriş mümkün. Çünkü bütün Orta Şerif'te uğraş gerek. Amerika'nın bugün günde onda iktisadi, onda kütüğündeki onda güç çıkamadı onda. Çünkü septi. Hem yalnız da İran ile uğraşmaydı. Onun üstüne arkada bunu körüşünü halaydıgan iki tane kişi var. O bulsun Rusya ve Xitay. Yani Xitay bir yerde abay degenimizdek qaysi devletni Amerika ursa, axırdan Xitay ularni qo'llab kelyapti. Şuna Amerika bir vastlik holatda İran bilan emas, hatto Rossiya bilan Xitoy bilan urushga kirish mumkin. Bu Amerikaninki agarda kallasi ta'tirchiligisa xatoning bo'lsa, urushga kirish mumkin. Ama Trump çıkıp kalsa, mesela Trump'ın gerçi Xitay, Rusya münasebetlerinde Trump çıksa o ikisinin arasına kirip Rusya'nın ayak takip çıkış ihtimali var deb qaralsımı. Ama İsrailiya meselesi de Trump belki Biden'dan texmi qarasıgıla İsrailiyani qo'llab tushishi mumkin. Ama onun taxtı xato gapni dedim. Onun ish padişahımızı nemi taxtini shiltimiz xato bo'ldi. Onun ishxonlik vaqtida, ya'ni prezident vaqtida urushlarning oldini ola olgan Trump mening ko'rishimda. Mush Rossiya Ukrainani urushtirmay turib Putin bilan yiqilisha olgan, Xitoy bilan ikkisining orasiga kira olaymi degan, mush İsrailiyaning mu Arablar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilagan, Saudiya bilan yo boshqalar bilan. Shuning uchun bu hozirgi nimada agar Trump chiqib qolsa, shaxsan mening bir qarashim ma bu nima İsrailiyani qarasığı qo'llab ur tap mana men buluş tarafının ihtimali qanchalik yoki birinchi qitimda o'tag'idek men urushni amalga yig'ishtirman degan shakldagi gapi İsrailiyaga o'tkazalami shu gapini qaysi yig'ir basa sizcha? Bence birinci urushning oldini olishni tanlashi mumkin deb qarayman shaxsiy qanaatimda. Chunki Amerika'nınki asosiy birinci en mühim deb qaragan o'rin bugun O'rta Sharq emas. Bugun Sharq Osiyo va Sharq Janubiy Osiyoga markaziy shotida Amerika. Chunki o'ziga tahdid bo'layotgan Xitoy va Xitoyni bu yerda bu yerga kuch va energiya ajratish kerak. Bu yerga markazlash kerak. O'rta Sharq Amerika'nınki birinci mühim nuqtasi emas, ama İsrailiyaninki bu yerda xavfsizlik nimasi var. İsrailiyaninki xavfsizlik nimasi de doktrinda bular etrafdagi devletlerin hammasini şiddetlik bilan harbiy hujum bilan faollashtirish va shu orqali o'zininki ana tuproqninki aminlikka erishish deyilgan bir doktrin var. Chunki uzun urushga İsrailiyaninki odam kuchi va bu yergi davlatning iqtisodiy iqtisod sanoat nimasi bu yerda ko'tarmaydigan bir narsa var. Chunki bütün Arab devletleri bilan qo'shaloq yolg'iz İsrailga tankab bo'lolmaydi. Son İsrailiyemi uzun mezgillik urushga bardosh berolmasligi mumkin. Ham Trump mu bunaqa bir ziyon bo'lgan urushga kirmay, aksincha diplomatik yo'llar bilan kaltakni ko'rsatib hammasini bir ustalga kelib bu narsani oxirlashtirishi mumkin deb o'ylayman. Ovozingiz kelmay qoldi. Ovoz yo'q.
Emdiço Endi avazım bak. mı? Endi bağlı. He tamam abi. Mikrofondan biraz meselesi çıkıp bağa okşaydı. Hem bir giz avaz var. Benim mikrofonumda sizden bir avaz çıkıvatıdı tamam da. Hazır nime nuqtasiga kelsak, ben demoqchi edim. Bu agar de urush to'xtatilsa, zaten Netanyahu'nun ensiraydigini shu deb qarayman. Urush to'xtatilsa Netanyahu'nun siyosiy hayoti tugashi mumkin. Hatta uni kutayotgan sotlar var. Shuning uchunmi gerçi bir yerdeki bir G'azzadagi bir territoriyalik urushni elib bir askariy g'albini qo'lga keltirmay turiblar har tarafga urush kengaytiryapti endi. Yani Trump eğer urushni to'xtatadigan shakldagi mansa demak Netanyahudan voz kechish bo'lamda, voz kechish mumkinmi? Ehtimol chunki Isroil davlati faqat Netanyahu bo'lmagandan keyin menimcha voz kechishi mumkin. Chunki deganimdek birinchi prioritet eng muhim deb qarayotgan nuqta Sharqiy Osiyo, Indo-Pasifik rayoni. Bu yer bo'lgandan keyin Amerika kuchun energiyasini bu yerga yetirishi mumkin. Shu sababdan O'rta Sharqdagi urush hem Amerika'nın dikkatini hem enerjisini hem nimisini bölüşü mümkün. Bir adam var İsrailiyeni üstüde kazandırdığın ve uğraştın böyle neticeye bağlaydığı bir yere bağlayıp durup ahırlaştırıp bu alette kaydı kılışı mümkün. Hep öyleyim. Avaz yukarı kaldı. Sen avazın yok. Yok. Avaz yok. Hem de bak. Hem de bak. Hem de bak. Hazır süzük. Aziz qarindoshlar, endi ovozim bormi? Ovoz qaysi vaqtdan boshlab ovozimiz bo'ldi, bo'lmadi bilmadim. Bir minutlik oldu. Men bir inkaslar qarab boqay, ovoz bor yo'q deyilgan inkaslar bormi? Qaysi yerdan tartib ketadi, asla bilmay qoldim. İki mikrofonning ikkisi nima? Ovoz yo'q, Dilgarbek, ovoz yo'q. Kaçı bek uzun bulmamız. Hazır avazım bağlı değil mi qarindoshlar? Baba, hazır. Okey, tamam. Bek uzun avaz yok ketmagandir inşallah. Okey, tamam. Ama iki mikrofon başka signal aralış ketib qopti. Nima undaqda nimichu Türkiye bu O'rta Sharq meselesida shaxsan mening qarshimda bunda bir nima bor, ehtimollik bor. Hoş. Yani eğer Amerika bu İran bilan urushni agar Amerika ahli realist iqlimning gapini olsa bu İran bilan urushga kirmaydi. Bu hozir sizning deganingizga men qo'shilaman. U yerga kirib bu o'zining putiga palto chopmaydi. Ammo bu yana shunday xiyoliy iqlimning kayniga kirsa bir APEC deymiz yoki bo'lmasa Yahudi lobbichiligini kuchligi kelib bu İran'ga mı bir cidalga yoki bir narsaga kirdi deyli. Bunu belki mesela Türkiye'deki bazı bir komplo teorileri, nazariyalar, şu da deydi İran'la parçalaş projekti başlandı deb qaraydi. O ihtimallikni o'ylashib deyli. Yani İran'a hareketga o'tishga Amerika ve İsrail'e desek. Yani bu bo'layotgan narsalarni Türkiye qanday ko'rdi sizce? Yani İran'la parçalasa, Janubiy Azerbaycan çıksa, bu yerda bir 30-40 milyonluk bir Türk devleti kurulsa degan şekilde bunu bir fırsat görüş mümkün mü? Bu belki 5-6 yılda emas, belki aldığımızki 20-30 yıldan işi buluşu mümkün. Deb qarasak, Türkiye bu İran bilan bo'lgan İsrailiya ve başkalarının işini özüge fırsat deb görüşü mümkün mü? Yoki Hizbullah u bunu iş tugagandan navbat bizga keladi deb Erdo'g'an İsrailiya bizga keladi deganidek
tehdit deb görüşü mümkün mü bu İran bilen bo'lgan sürkülüş, İsrail'e sürkülüşünü Türkiye? Bence Türkiye benim rayonum emas bence. Bilmesligim nimem var ama ben qarın ilqi. Düşündüğünümçilik faraz qılsaq, işte qo'shimcha qilsanglar bo'ladi. Bence İran'a agar hujumga kirsa, Türkiye dastlabki nimada aralishi mumkin edi. Logistik ba'zi materiallarni setish jarayonida foydalanish mumkin bu urushdan foydalanib. Hatta qo'llash mumkin deb o'ylayman. Chunki urushning yamrishi, bu yerga ko'chmanlarning nopuslarning chechilishi, O'rta Sharqni butun qalayimqon qilib yetadigan bir holat shakllandi. Bu Türkiye uchun, Türkiye'dek qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan va bu yerga O'rta Sharqqa hokimlar bo'lgisal, ya'ni rayonlik bir kuch bo'lishni xohlayotgan Türkiye uchun Türkiye'nin jiq projektini buzib yetdi. Bu jihatdan Türkiye qo'llashi mumkin deb o'ylayman İranning oqidan turibchi. Ammo birinchi nimaga bence ehtimollik emasligi mumkin. Tamam. Onu sizlarnikin rayonlar sizlarnikin olsa bu jihatda. Ya tamam. İran Türkiye'nin rayonu olmalı ki bence kim diyemeyim. Ya tamam yani bir karışımızda bir anladım. Hem de çünkü biz Türkiye'nin bu arada biz doğrusu mesela bizdeki iğirlik mi bizden davarımızdaki bir bunca kıyırdaşlarımızın o yerde buluşu sebeplik o Türkiye'nin muyumluğundan tayin yukarıda uğrundaki bir devlet emdi. Şunun için onu mu koşup ne kılıp ettim. Unda olsa benim belki yani 5 minut vaktimiz kaldı. Ahırkı sualım buluşu mümkün. Şu Xitay ve Hindistan Katarlık devletler kurup çıkıvatkan BRICS. Bunu Türkiye mi azabı oğallığına abaysız mı deyip öttünüz, azabı iltimas sunuğallığı doğru. Bu BRICS'ni endi bu bir harbiy nima emas, birlik emas NATO qarshi, ammo bir iqtisodiy bir birlik. Bu BRICS'ga siz qanday qaraysiz? Yani BRICS G'arbdagi qaysi narsaning alternativi, G'arbning sistemasidagi qaysi bir qurilmaning alternativi va uning kelgusi haqida kelgusini predict qilish muammo to'g'ri ish emas, ammo sizning qarashlaringiz qanday BRICS'ga? BRICS'ning bir iqtisodiy tijorat hamkorlikni asos qilgan holatda bir qurilma qurildi. Buning iltimos qilayotgan davlatlarni ko'ryapmiz. Buning eng asosiy narsa shu G7 ittifoq nimasiga qarshi qurilgan bir nimani ko'ramiz. Bularning maqsad nishoni. Ammo bu BRICS'ning asosiy a'zolarininki o'zaro tepishadigan nimasi bo'lib bu yerda Hindistan bilan Xitoy masalasida bugun birga tijorat qilgan bo'lsa, ammo bularning hal qilinmagan 3 rayondagi chegara masalasi bor. Va buni izchil shaklda tuvanlashtirib, normal chegara holatda hal qilamiz deyotdi-yu, askarlarni to'liq yetkazib ketmadi, faqat sonini va u yerdagi urush qurollarini tushirib-yu. Ammo ikkili tarafga qarasak, masalan, ular logistik bir yerdagi kirishimizni tuzayotdi. Bunga qaraganda ikki davlat yana biz biriga ishonchlimisi o'sishimiz, tijorat bularning ishonchini kuchaytirmaydi, aksincha ishonchsizlik yana doim mavjud deb qarayman. Uning ustiga BRICS'ninki yana bir narsa, bir sistemlashgan bir iqtisodiy bir nimasi yo'q. Bir qurilmasi rasmiy qurilgan. Anki bu ittifoq bir siyosiy va andan keyin bir askariy bir ittifoqlik nimasi yo'q. Şun bununki ko'zlagan nishonga yetishiga nurg'un to'solg'ular mavjud deyman. Ammo bular eng chong qazanadigan bularni o'rtaq biriga kelayotgan nuqta Amerikaninki shu pul muomala sistemasi masalan dollar bilan dunyoning iqtisodiy tijoriy nimasini kontrol monopollik nimasini yönlendirayotgan bir masala mavjud. Buni mayli Hindiston bo'lsin, mayli Rossiya bo'lsin, Xitoy, hatto Saudiymi bu narsalarning nimasini bo'yniga solgan bu zanjirdan chiqib ketishni xohlaydi. Xitoy bu BRICS orqali eng chong shu narsaga yetyapti masalan, Abay deganni unutibdimi? Amerika dollarining dunyo iqtisodining o'zi pul ishkanligidek o'rniga qarshi demak. To'g'ri. Masalan, Rossiya bilan Xitoyning o'rtasidagi mutlaq ko'p sondagi tijoratda Xitoy puli bilan Rossiyaninki puliniki eksportini ko'ryapmiz. Bu ham Amerika uchun g'oyat zo'r mag'lubiyat bu narsa uchun masalan.
Tamam, o nimaga rahmat unda qilsa, ya'ni bu BRICS'da har xil nimalar bor, jihatidan kirib bu Amerika dollarining dunyo iqtisodidagi monopollik o'rniga qarshi deymiz bek udul toshkaga bek ixcham nim bo'ldi. Javob bo'ldi. Javoblaringizga ko'p rahmat. Ammo yana bir bek so'yingan yerim, nihoyat vaqtni kontrol qilgan asosda har bir savollarga vaqt tejigan asosda nihoyat yaxshi javob berdingiz. Rostdan desam, bu Suriyada o'rta sharqda bo'lgan bu narsalar to'g'ri bana savollar tushib ketganligi uchun bundan programmadan burun ashidim so'zlanadi. Mana asli temaga biroz ham so'qinib akirishda biroz qalaybatchilikka sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Agarda nima istsa, kesin gelip oldu. Biz ikimiz çekpek şekilde O'rta Sharqninkini ayrim bir tema qilsak bo'ladi masalan. Bo'ldi. Ya'ni bizning asli çekpek şekilde. Bo'ldi. Bizning ya'ni planlaganimizdan sırt bir yeni bir breaking newslar bo'lib ketgachga men so'qib kirishga majbur qoldim. Shu biroz nimaga temalarda biroz chechilish bo'lgan bo'lsa, u mening ayibim. Ammo yaxshi. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda vaqtni tejigan asosda 1 soatning ichida bekmi yaxshi ixcham shaklda udul toshkaga javobni berdingiz. Undan keyin sizga hozir ko'pdan ko'p rahmat aytib, siz bilan bir qo'shilshay oldida sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bu yerda bir qancha nuqtani Nijat Bekka ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Birinchisi qarindoshlar, biroz ovozdan masala chiqqanligini bayqadim orliqda, ammo inkaslarga va boshqa narsalarga qaramaganligim uchun qanchalik vaqtida ovoz chiqmadi bilmayman. Inshaalloh ozroq vaqtida bo'lishini umid qilaman. Shuning uchun ko'rilgan qarindoshlarga vaqt munosabati bilan hamda programmani mushahada tugataman. Yana bir tema amaliyotda buni bizning ekranlarda deyishimizdan hojat yo'q, lekin buningga ham diqqat qiladigan qarindoshlarimiz bor ekan. Ya'ni bizning bu ekranga public figure bo'lib chiqqan vaqtimizda bizning kiygan kiyimimizdan, turqimizdan tortib har bir narsaga, hatto ishgan kurushkimizgacha, hatto shuningga qadar inkas pullar keldi bor ekan. Qarindoshlar buning biroz ajoyib ko'ringan bo'lishi mumkin, ammo bu mening qizimning dadlar bayramidagi sovg'asi. Shuning uchun endi bu to'g'risida fikrga qiziq bu yerga markazlashmay, inshaalloh biz sunayotgan mazmunga markazlashsanglar nihoyat mamnun bo'lamiz qarindoshlar. Yana desak, yana shu unutmasligimiz kerak bo'lgan nuqta qarindoshlar, Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olamiz. Hammalar omon bo'lin.